Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam biz uchun namuna azizlar. Bilasizlar, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu degan buyuk sahoba bo'lganlar. Bu sahoba Payg'ambarimiz alayhissalomda 10 yil yonlarida yurib xizmatkorlik qilgan. Ana xodamtu li Rasulillahi sallallohu alayhi va sallama 10 sanawat degan o'zlari. Men 10 yil xizmatida turdim deganlar. Mana shu zot aytayaptilar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ham Sofiya onamizga uylanganlarda to'y qilgan deydilar. Butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan suyukli Habibimizning to'yini sizlarga aytib beraymi? Aytayaptilar. Aqama an-nabiy sallallohu alayhi va sallam bayna Xaybar va Madina 3 layalin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybar va Madinani orasida 3 kun turdilar va shu yerda to'y qildilar. Sofiya onamizga uylandilar. Fada'awtul muslimina ila walimatihi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylanganligi uchun odamlarni to'yga taklif qildim. Shunday to'y bo'ldiki deydi, hech qancha odam kelmadi. Shunda Payg'ambarimiz alayhissalom Hazrati Bilolga teridan dasturxon yozishlikni buyurdi. U dasturxon ustida non ham yo'q edi, go'sht ham yo'q edi. Ularning ustiga xurmo, qurt va sariyog' tashlandi. U zotning valimalari shunday bo'ldi deb aytadilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qildilar. Nima deb o'ylaysiz azizlarim? Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam agar dabdabali to'y qilmoqchi bo'lsa qila olmasmidilar? Jonim fido sizga deb turgan sahobalar yuzlab qo'y tuyalarni so'yib bermasmidi? Lekin Rasulimiz alayhissalatu vassalam to'ydan ko'zlangan maqsad nikohni e'lon qilinishimi, ozgina valima qilishlikmi? Mana shuni qildilar. Bundan ortiq narsani qilmadilar.